Instagramda kech payti o'tirish oqibati rosa yomon deyish. Shu video chiqib kelib, shunaqa ishtahalarim moshdi, lekin semirtirmas ekan. Tezda mana tayyorlab ko'rdim. Garnet perchatkalarimizni birinchi bo'lib kiyib olaman. Qiymali ovqat tayyorlayotganda perchatka kiyib ish qilishga harakat qilaman. Akkuratni chiqadi, qo'limizga ham yopishib qolmaydi. Listimizni ustiga fargalarimizni yoyib olamiz. Keyin bo'lsa birin-ketin tovuqlarimizni solib chiqamiz. Bu qiymamizni ichiga murch bilan tuz solamiz. Yaxshilab aralashtirib, listimizga shu ko'rinishda qo'yib chiqamiz va sekin-sekin vilka yordamida yoyib olamiz. Ustidan bo'lsa smetana qilamiz. Yaxshi eriydigan pur vilka siridan solamiz. Ustidan pomidorlarimizni qo'yib, videoda ko'rsatilgandek fargalarimizni o'rtasidan kesamiz. Sekingina videoda ko'rsatilgandek birlashtirib, fargalarimizni sekin shunaqa ko'chirib olamiz. Keyin ustiga tuxum sarig'i va non talqonini sepib 20 daqiqaga duxovkaga yuboramiz va qarabsizki, shunaqangi to'yimli ovqatimiz tayyor.